Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar. Tinch omon sog' salomatsizlarmi? Mana bugun 8-aprel kuni 4-chorakni boshlaymiz. Matematikadan onlayn darsini boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi 2 o'rinli songa ko'paytirish. Darsimizning maqsadi 2 o'rinli songa ko'paytirish haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Mustaqil fikrlaysizlar, sonlarni ko'paytirib qo'shishni o'rganasizlar. Do'stlaringizni hurmat qilib, o'zaro bir-biringizga hurmat qilishga harakat qilasizlar. Darsimizning oltin qoidasi: har doim uyda bo'ling, ozodalikka rioya qiling, tushkunlikka tushmang, kayfiyatingizni ko'taring, balastdan ko'rsatuvni muntazam ko'rib boring. 11 dan 2 gacha. Darsimizning shiori: kelajakka umid bilan boqish. 2 o'rinli songa ko'paytirish qoidasi: sonni 2 o'rinli songa ko'paytirish uchun o'sha sonni 2 o'rinli sonning o'nliklari va birliklariga alohida ko'paytirib, ko'paytmalarini qo'shib qo'yish kerak. Odatda ko'paytiruvchilar ustun shaklida yozilib, birliklarga ko'paytirishdan boshlanadi. Ko'paytirishni bajarilishiga e'tibor bering. 715 birinchi to'liq emas ko'paytma. O'quvchilar, u qanday hosil bo'ldi? 143 ni 5 ga, ya'ni birlikka ko'paytirganda hosil bo'ldi. 286 nimani bildiradi? Barakalla. U ham 2 to'liq emas ko'paytma deb ataladi va sonni o'nliklarga ko'paytirganda hosil bo'ladi. 143 ni ko'paytirsak 2 o'nlikka 286 o'nlik. Shu sababdan bir to'liq emas ko'paytmani o'nliklarining e'tibor bering. 71 o'nlikni tagiga yoziladi. Oxirida to'liq emas ko'paytuvchilar qo'shiladi. Ko'paytmani natijasi 3575 ga teng. Nomer 887 misol ustun shaklda yozib ko'paytmasini toping. Nomer 888 masala bilan tanishamiz. Bloknot 1 so'm 65 tiyin, qalam 1 so'm 45 tiyin. 12 ta bloknot qancha so'm? 10 ta qalam necha so'm? Hammasi bo'lib necha so'm to'lanadi? Masalani yechilishiga e'tibor bering. 165 ni 1 so'm 65 tiyinni so'mda tiyinga aylantirib olamiz. 1 so'mimiz 100 tiyin. 165 tiyin ni ko'paytiramiz 12 ta bloknotga. 12 ta bloknotimiz 1980 tiyin. 1 so'm 45 tiyinni so'mda yana tiyinga aylantirib olamiz. 145 tiyinni ko'paytiramiz 10 ta qalamga. Yaxlit sonligi uchun 0 tashqarida turadi. 0 ni o'zi tushadi. 1 kara 5 5, 1 kara 4 4, 1 kara 1 1. Javob 1450 tiyin. Endi ikkala chiqqan javobni qo'shib qo'yamiz. 1980 tiyinni 1450 tiyinga qo'shsak 3430 tiyin. Endi tiyinni so'mga aylantiramiz. So'mga aylantirish uchun 1 so'mimiz 100 tiyin bo'lganligi uchun 100 ni 2 ta noli bor. Orqa tomondan 2 xona ajratamiz. Ya'ni 34 so'm 30 tiyinga teng. Javob hammasi bo'lib bloknot, qalam bilan 34 so'm 30 tiyin to'landi. Endi uyga vazifa 137-bet nomer 891 bilan 892 misolni ishlaymiz.